Men Said Burxonov Said Ahmadxon 2004-yil Aravan rayonida tug'ilganman. Ulutum o'zbek. Men o'z ixtiyorim bilan askarlik xizmatına qo'shildim. Sebebi atamekenimdi, jerimdi, yurtimni qo'rg'u uchun barotaman. Men Aravan rayonidan keldim. Bugun mana mamlakatda makanda xizmat uchun nevaramni jo'natib, o'zimiz holat jo'natyapmiz. Endi bu xizmatga borishlik, askarlik, xizmat o'tkazishlik har bir jarayonda o'zi millati. Bu shariatimizdan, dinimizdan payg'ambar buyurgan, bolalarni ot chopishga, qilich chopishga, suvda suzishga, askarlik mashg'ulotlarni o'tkazishga buyurgan payg'ambar. Nimaga? Ular doim makanda qolishga tayyor turish kerak. Biz mana men nevaram askarlik nizam bo'yicha alternativ slujbaga to'g'ri keldi. Lekin biz uy bilan kengashib askarlik alternativ slujbadan bosh tortib, borib xizmat o'tkazishni mana o'zimiz xohlab olib keldik. Bolalar armiyaga borsa rejimga o'rganadi. Birinchi yerda belgilangan vaqtda yotadi, belgilangan vaqtda turadi. Shu o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Shu qiyinchilik o'tgandan keyin bu bolalar jazoga ham tayyor bo'ladi. Va kechagidek qo'qqisda mana buzg'unchilarni yomon maqsad bilan vatanga, makanga qo'l solish bo'lib qolar. Shunday joylarda bolalar tayyor turish kerak. Chunki men ota-onalardan so'rab ko'tardim, bolalarni eklanmay tortinmay askar xizmatga beringlar. Bolalar chiniqib, o'sha yerda ancha-muncha qiyinchilik ko'radi, ota-onani qadriga yetadi, el yurtni qadriga yetadi. Shuning uchun bolalarni askar xizmatga beringlar, borib o'qib kelsin, mekanimizni tinchlik uchun xizmat qilsin. Bizga bir tinchlik kerak. Mekanimiz tinch bo'lsa, uy bo'lamiz tinch bo'ladi, bola chaqamiz tinch bo'ladi, ota-onamiz tinch bo'ladi. Tinch o'tiramiz, tinch dunyo ishini qilamiz, tinch namozimizni o'qib ibodat qilamiz. Shuning uchun tinchlik uchun bu bolalarning hammasini Allohga tavsiya, sog' salomat borishib, xizmat qilishib, yana sog' salomat ota-onasining qo'liga kelishini so'rab qolamiz. Alloh taoladan. Alloh qabul qilsin.